2026 Chevrolet Station L modeli zamonaviy dizayn va ilg'or texnologiyalar bilan taqdim etiladi. Ushbu avtomobil shaharda ham, uzoq safarlarda ham qulaylik va samaradorlik taklif qiladi. Old qismi keskin chiziqlar va LED faralar bilan ajralib turadi. Yon tomoni esa aerodinamik shakl bilan ishlab chiqilgan. Salon ichida keng joy va yuqori sifatli materiallar ishlatilgan. Multimedia tizimi katta sensor ekran orqali boshqariladi va smartfon bilan to'liq integratsiya qiladi. Dvigatel variantlari iqtisodiy yoqilg'i sarfi bilan ajralib turadi. Haydovchi uchun xavfsizlik tizimlari, jumladan avtomatik tormozlash va yo'lni nazorat qilish funksiyalari mavjud. Bu model oilaviy foydalanish uchun ham, yoshlar uchun ham mos keladi. Bagaj hajmi katta bo'lib, kundalik ehtiyojlarni qondiradi. Haydash tajribasi yumshoq va barqaror bo'lib, uzoq masofalarda charchoqni kamaytiradi. Dizayn va texnologiya uyg'unligi bu avtomobilni bozorda ajralib turadigan qiladi. Endi video davomida ushbu modelning barcha jihatlarini ko'rib chiqamiz. Har bir detal sizga foydali ma'lumot beradi. Agar sizga avtomobillar yoqsa, ushbu kanalni kuzatib boring va yangi videolarni o'tkazib yubormang. Pastdagi obuna tugmasini bosib, Tarmax kanaliga albatta obuna bo'ling. Bu orqali siz eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lasiz va har bir yangi chiqish sizga birinchi bo'lib yetib boradi. Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Sizning qarashingiz biz uchun muhim. Video oxirigacha ko'ring, chunki eng qiziqarli tafsilotlar aynan yakunida beriladi. Rahmat e'tiboringiz uchun va keyingi videolarda ko'rishguncha. Ushbu modelda yangi avlod xavfsizlik yostiqchalari mavjud bo'lib, ular to'qnashuv vaqtida maksimal himoya taqdim etadi. Shuningdek, yonilg'i samaradorligi yuqori darajada bo'lib, bu kundalik xarajatlarni kamaytiradi. Rul boshqaruvi aniq va sezgir bo'lib, haydovchiga to'liq nazorat beradi. Suspensiya tizimi Notex yo'llarda ham qulaylikni saqlaydi. Tashqi ko'rinishi zamonaviy ranglar bilan boyitilgan va turli variantlarda taklif etiladi. Ushbu avtomobil kelajak uchun